Vitamincha bu. Şuraya bir Endi meni 5-10 minut oyoqda Telefonlarni qo'yib turib, iltimoslar 5 minut. 5 minut. Shunga diqqat qilasizlar. Bu yerga nima kelgan? Qanaqa joy? Buni bir tarixini eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Salom hozirlar kelgan joyimiz Hudaybiya sulhi bo'lgan joy. Oldindan bu joyda nomi Hudaybiya deyiladi. Hudaybiya degan joy. Xuddi Makka, Madina degandek nomi Hudaybiya. Hijratda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madina Munawvaraga hijrat qildilar. 6 yil bo'lganda orada Uhud jangi bo'lgan, Badr g'azoti bo'lgan, boshqa g'azotlar bo'lgan. Sahobalar ko'paydi soni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kun tush ko'rdilar. Hijratning 6-sanasi. Islom ahkomlari, rivojlari ko'payib kelyapti. Kamolatga yetib kelyapti islom dini. Xullas tushlarida Makka mukarramaga kelib Ka'batullohni tavof qilib, juda ko'p katta jamoa bilan, sahobalar bilan tavof qilib, jonlarni so'yib, sochlarini olganliklarini tushini ko'rdilar. Payg'ambarlar tush nima bo'ladi? Ilhom bo'ladi, vahiy bo'ladi. Demak, Alloh taolodan ishora bo'ldi, vahiy bo'ldi. Umra qilamiz ekan, haj qilamiz ekan deb sahobalarga buyurdilar. 1,5 ming sahobiy bilan yo'lga chiqdilar. Ehromlarni o'ragan holatda oldilariga o'sha so'yadigan jonlarni haydab olgan. Qurol yarog'larni buyurdilarki, yashirib olasizlar. Otlarga, xo'rjilarga yashirib olasizlar. Ehtiyotan, biz ibodatga ketyapmiz. O'zimizni himoyamiz uchun ehtiyotdan bo'lamiz. Shu ma'noda. Ular kelib Hudaybiyaga yetib kelganlarida nima bo'ldi? Hudaybiyaga mana shu joyga yetib kelganlarida tuyalari cho'kib oldi, ya'ni yotib oldi. Turmadi. Sahobalar qancha zajir qilsa ham, qo'rqishsa ham turmadi. Ya Rasululloh turmayapti bu deb aytishganda nima dedilar? Filni to'xtatgan zot buni ham to'xtat dedilar. Fil voqeasini bilasizlar. Filni Alloh taolo Ka'batullohdan qaytargan. O'shandek filni to'xtatgan zot buni ham to'xtatdi dedilarda tushdilar. Demakki Alloh taolodan bekorga ishora bo'lmayapti. Qurayshliklar, mushriklar nimani menga taklif qilsa, sulh tuzishlikka nima taklif qilsa rozi bo'laman dedi. Qanday taklifi bo'lsa bo'lagiga roziman dedilar. Qurayshliklar 3 ta oyoq jo'natishdi. Orqama-orqa keldida bularni urushga kelmaganligini, ehromdaligini, jonlilarni yetalab kelganligini, ibodat kelganligini ko'rib borib aytsa ham Qurayshlar ishonmadi. Maqsad nima? Kirgizmoqchi emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kirsalar nima deyshadi? Muhammadga bular mag'lub bo'ldi deb atrofdagi qabilalar gap chiqaradi. Shundan qo'rqamiz, kirgizmaymiz deyishdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Umar roziyallohu anhu elchi qilib jo'natdilar. Yonlarida bir 10 kishi qavmimizni, qarindoshlarimizni ko'rib kelamiz deb ruxsat so'rab ular ham bordilar. Rasululloh alayhisolatu vasallamning takliflarini aytishdi. Ular aytdiki, biz rozi emasmiz. Chunki biz oriyatdan qo'rqamiz. Atrofdagi arablar nima qilishadi? Bizni tanadashdan qilishadi. Muhammadga bular mag'lub bo'ldi deyshadi. Deyishdida, mayli senga ruxsat beramiz, mana qarab turamiz, tavofingni qilib olganda ibodatni qilib chiqib ket dedi. Hazrat Umar aytdilar, nima dedilar? Yo'q, men Rasululloh tavof qilmasalar, ibodat qilmasalar men ham qilmayman dedilar. Ularni hibsga olishdi. O'sha 10 kishini Hazrat Umar dedi. Yolg'on xabar keldiki, og'zaki xabar yetib keldiki, jo'natilgan elchilarni Hazrat Umar roziyallohu anhu ham mushriklar o'ldirdi degan xabar keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda daraxt bo'ladi. Mana bu bino o'sha Bayatul Rizvon bo'lgan eski masjid. 1000 yil o'sha davrda hozir buzilgan holatda ko'rib turibsizlar. Shuni o'rnida daraxt bo'lgan oldin. Hazrat Umar qurilgan. Shu daraxt tagida sahobalar chaqirdilar, bayat berishdi sahobalar. Bayatni bilasizlar, va'da berishdik. Rasululloh qo'llarini ushlab, nima qilishadi? Bayat berishadi, va'da berishadi. Bayatul Rizvon deb ataladi, rozilik bayati. Nimaga rozilik? Shahid bo'lamanmi, mol mulkimdan mahrum bo'lamanmi, nima qilaman? Shahid bo'lsam ham, jonimdan ketsam ham, nima qilaman? Urushdan qaytmayman.
Chunki qancha sulh taklifini qildik, bular ko'nmadi, endi bizni jo'natgan elchilarimizni o'ldirdimi, endi urush halol bo'ldi bizga deb payg'ambarimiz bayat olganlarida ular mushriklarga bu xabar yetib borib, ular qo'rquvga tushdi, aqllilari keldi, boshqalari kelib Rasulullohga sulh taklif qildi. Payg'ambarimiz nima degandilar? Nimaiki taklif qilsa roziman degandilar sulhga. Sulh taklif qilishdiki, kitobat qilamiz, yozamiz. Hazrat Ali kotiblar yozyaptilar. Xullasiki payg'ambarimiz ismlari min Muhammadin Rasulillah. Allohning elchisi Muhammaddan deb yozdilar. Yozuvdilar, nima qildi? Yo'q dedi. Seni elchiligingni qabul qilmaymiz biz. Qabul qilganmiz, ergashardik senga. Muhammad ibn Abdulloh deb, Abdulloh ibn Muhammad deb yozdi. Rasululloh o'sha shunday deb yozing dedi, Hazrat Ali yozmayman dedilar. Rasulullohga itoatsizlik emas bu. Allohning ismi, Rasulning ismini men o'chira olmayman, qanaqa yozaman dedilar. Rasululloh o'zlari uchun o'zlari yozdilar. Sulhda tarkibini qarangki, hammasi mushriklarning foydasiga, musulmonlar zarariga. Bu yil haj qilmaysizlar, shu yerdan qaytasizlar. Bu yildan kelasizlar, mayli, bundan kelasizlar, qurol-yarog'lar tashqarida qoladi. Bizni nazarimizning ostida, ko'zimiz ostida tavofilar qilasizlar, umralar qilasizlar, chiqib ketasizlar. Bizdan birortasi musulmonlarga qochib boradigan bo'lsa, qaytarib berasizlar. Sizlardan birortasi bizga keladigan bo'lsa, qaytarib bermaymiz. Shunaqa hiylakarona nima bo'ldi? Musulmonlarga shunaqa sulh tuzildi. Rasululloh qabul qildilar, sulhni imzoladilar. Sahobalar g'azabotida qabul qilish olmayapti. 1,5 ming sahoba kelgan. G'ayrat jo'shgan, Ka'batulloh kirolmaymizmi? Bular shunaqa xoinona sulhlar tuzadi, biz rozi bo'lamiz deb nima bo'ysunmayapti. Payg'ambarimiz e'lon qildilarki, "Ey, shu yerda nima qilamiz? Sochlarimizni oldiramiz, jonliqlar so'yamiz, ehromga shu yerdan qaytamiz" dedilar. Sahobalar bilishmadi. Ummu Salama onamiz roziyallohu anha bilan payg'ambarimiz birga kelganda chodirga kirib Ummu Salama onamizga aytdilarki, musulmonlar halok bo'ldi.